Sanoat qurilish bank hamkorligida Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani Qoryog'och mahallasi 37-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda piyoz ekilgan. Maydon hajmi 3,4 gektar, uzunligi 300, bo'yiga 200 metr. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar salkam tayyor holatda. Ekinlarni yetishtirish 370 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi. Tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 17 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 20 sotixdan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Yashil makon market MCJ Imona Imronbek ishlab chiqarish kooperativ biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 10 tonna, jami 3,5 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.